Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Mening ismim Jasur. Yoshim 25 ta. Kechagacha men o'zimni dunyoning eng omadli yigiti deb hisoblardim. Shahar markazida yaxshi ishim, eski bo'lsa-da o'zimning Lacetti mashinam va kelajakka bo'lgan katta umidlarim bor edi. Ammo taqdirning men uchun atagan o'yini men tasavvur qilgandan ham dahshatliroq ekan. Bularning barchasi o'sha mash'um juma oqshomida boshlandi. Men Toshkentdan Vodiyga ota-onamni ko'rish uchun yo'lga chiqqandim. Qamchiq dovonida havo buzilib, qor aralash yomg'ir yog'a boshladi. Tuman shunchalik qalin ediki, mashina kapotining uchini zo'rga ko'rardim. Soat tungi 11larga yaqinlashganda, kutilmaganda mashinamning motoridan galati ovoz chiqdi va u siltanib to'xtab qoldi. Tok yo'li. Zimziyo tun. Atrofda na bir zot, na bir chiroq bor. Telefonimga qaradim, xizmat doirasidan tashqarida. Sovuq suyak-suyagimdan otib borardi. Mashinani qayta o't oldirishga urinishlarim besamar ketdi. Noiloj yordam so'rash ilinjida mashinadan tushdim. Uzoqdan tok yonbagridagi archazorlar orasida xira chiroq miltillab turardi. Bu qandaydir uy yoki dam olish maskani bo'lsa kerak deb o'yladim. Boshqa choram yo'q edi. Kurtkamning yoqasini ko'tarib o'sha nur tomon yura boshladim. Yarim soatcha yurgach, ulkan temir darvoza oldidan chiqdim. Bu oddiy uy emas, haqiqiy qasr edi. Baland devorlar, kuzatuv kameralari va hovli o'rtasidagi hashamatli 3 qavatli imorat. Darvoza qo'ng'irog'ini bosdim. Birozdan so'ng domofondan qalin, bogiq ovoz eshitildi. Kim u? Kechirasiz, men yo'lovchiman. Mashinam buzilib qoldi, telefonim ishlamayapti. Iltimos, yordam bering, dedim tishimga tegib. Darvoza og'ir gijirlash bilan ochildi. Men ichkariga kirdim. Hovli xuddi kinolardagidek go'zal edi. Marmar yo'laklar, qimmatbaho mashinalar, 2 ta Gelandewagen va bitta Rolls-Royce Hovuz. Uyning eshigi ochilib, ostonada 50 yoshlardagi, sochlariga oq oralagan, qimmatbaho kostyum kiygan barvasta erkak paydo bo'ldi. Uning yonida esa yoshroq, ota go'zal, ammo ko'zlarida qandaydir mung qotib qolgan ayol turardi. Assalomu alaykum, dedim hijolat bo'lib. Bezovta qilganim uchun uzr. Ismim Jasur. Erkak menga sinchkovlik bilan tikildi. Uning nigohi shunchalik o'tkir ediki, xuddi rentgen kabi ich-ichimni ko'rib turgandek tuyuldi. Keyin birdan yuzi yorishib jilmaydi. Xush kelibsiz, mehmon. Mehmon otangdan ulug' deyishadi. Kiring, kiring. Sovuqda qotib qolibsiz-ku. Ismim Rustam aka. Bu esa rafiqam Nargiza. Men o'zimni noqulay his qildim, lekin issiq uyning tarovati meni o'ziga tortardi. Ichkariga kirdim. Uyning ichki ko'rinishi tashqarisidan ham hashamatli edi. Qandillar, yumshoq gilamlar, devordagi mashhur rassomlarning asarlari. Mashinangizni yigitlarim ertaga tongda ko'rib berishadi, dedi Rustam aka paltoyimni xizmatkorga uzatib. Bugun bizning mehmonimiz bo'lasiz. Ayni muddao bo'ldi, o'zi biz ham zerikib o'tirgandik. Qizimning tugilgan kunini nishonlayotgan edik, lekin mehmonlarimiz ob-havo tufayli kelisholmadi. Faqat oilamiz qoldik. Meni katta ovqatlanish zaliga taklif qilishdi. Uzun stol turli noz-ne'matlarga to'la edi. Stolda yoshgina, taxminan 20-22 yoshlardagi qiz o'tirardi. Bu Rustam akaning qizi Kamola edi. U nihoyatda go'zal edi, lekin uning yuzida ham onasiniki kabi qo'rquv va xavotir bor edi. Meni ko'rib rangi oqardi, lekin otasining bir qarashi bilan zo'rma-zo'raki jilmaydi. Tanish, qizim. Bu Jasur aka, dedi Rustam aka stulga o'tirarkan. Yo'lovchi ekanlar, Xudo bizga yubordi. Kechki ovqat galati sukunat ostida boshlandi. Rustam aka juda xushchaqchaq ko'rinar, tinmay latifalar aytar, mening hayotim, ishim, oilam haqida so'rardi. Men soddalik qilib hamma narsani aytib berdim. Ota-onam oddiy o'qituvchi ekanligini, hali uylanmaganimni, Toshkentda ijara uyda turishimni. Rustam aka mamnun bosh irgardi. Yaxshi, juda yaxshi. Halol yigit ekansiz, Jasur, dedi u qadahlarga sharob quyib. Bilasizmi, bugun qizim Kamola 21 yoshga to'ldi. Bu biz uchun juda muhim sana.
Oilamiz an'anasiga ko'ra 21 yoshda taqdir hal bo'ladi. Nargiza opa xotini birdan sanchqi va pichogini tushirib yubordi. Idishlarning jaranglagan ovozi sukunatni buzdi. Kechirasiz, dedi u past ovozda, qo'llari titrab. Men biroz toliqdim. Rustam akaning ko'zlari bir zumda sovuq yirtqichnikiga aylandi. Nargiza, dedi u bosiqlik bilan, ammo bu ohangda tahdid bor edi. Mehmonning oldida o'zingni qo'lga ol. Men vaziyat taranglashayotganini sezdim. Bu oilada nimadir noto'g'ri edi. Kamola ovqat yemay faqat likopchasiga tikilib o'tirardi. Bir payt u stol ostidan oyog'i bilan oyog'imni sekin turtib qo'ydi. Men unga qaradim. U menga ko'zlari bilan ket degandek ishora qildi. Uning nigohida shunday dahshatli iltijo bor ediki, etim junjikib ketdi. Lekin qayerga ketaman? Tashqarida bo'ron, mashinam buzuq, atrof zulmat. Jasur, dedi Rustam aka kutilmaganda menga o'girilib. Siz yosh, baquvvat yigitsiz. Hozirgi zamonda sizdek yigitlar kam. Menga o'gil kerak edi. Xudo bermadi. Faqat shu qizim bor. U o'rnidan turib mening yonimga keldi va yelkamga qo'lini qo'ydi. Uning qo'li juda og'ir edi. Bugun siz bizning faxrli mehmonimizsiz. Lekin shunchaki mehmon emas. Balki taqdirning sovg'asidirsiz. Soat tungi 12 bo'ldi. Rustam aka xizmatkorni chaqirdi. Mehmonimizga yashil xonani tayyorlanglar. Jasur, charchagansiz, dam oling. Ertaga ertalab gaplashamiz. Faqat bir iltimos, u to'xtab menga qadalib qaradi. Kechasi xonadan chiqmang. Uyimizda itlar bor. Kechasi qo'yib yuboramiz. Begonalarni xushlashmaydi. Men bosh irgadim va yashil xonaga kuzatib qo'yildim. Xona 2-qavatda edi. Derazadan tashqariga qaradim, yomg'ir hali ham savalardi. Xonada hammasi joyida edi, lekin ichimda galati xavotir kuchayib borardi. Kamolaning nigohi, Nargiza opaning titrashi, Rustam akaning sirli gaplari. Kiyimimni almashtirmay karavotga cho'zildim. Uxlashning iloji yo'q edi. Taxminan soat tungi 2lar atrofida pastdan, podval tomondan galati tovush eshitildi. Avvaliga bu shunchaki shamol deb o'yladim. Lekin keyin bu aniq insonning ingragan ovozi edi. Bogiq, og'riqli ingrash. Xonadan chiqmang degan ogohlantirish yodimda edi. Lekin jurnalistlarga xos qiziqish, men garchi fotograf bo'lsam ham qiziquvchan edim, tinchlik bermadi. Sekin o'rnimdan turdim. Eshikni ochib yo'lakka qaradim. Jimjitlik. Chiroqlar o'chirilgan, faqat devordagi tungi chiroqlar xira nur sochardi. Itlar huresa eshitardim. Demak, itlar uy ichida emas. Oyoq uchida yurib zinapoyaga yaqinlashdim. Ovoz yana eshitildi. Bu safar aniqroq. Va u kutubxona ortidagi yashirin eshikdan kelayotgandek tuyuldi. U yerga tushdim. Rustam akaning kabineti eshigi qiya ochiq edi. Ichkaridan yorug'lik tushib turardi. Yaqinlashib tirqishdan ichkariga qaradim. Ko'rgan manzaradan qonim muzlab qoldi. Kabinetda Rustam aka va yana 2 nafar barvasta yigit turardi. Ortadagi stulda esa o'sha kechki ovqatda ko'rganim go'zal Kamola bo'glab qo'yilgan edi. Uning og'zi skotch bilan yopilgan, ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Nargiza opa esa burchakda tizzalarini quchoqlab ovoz chiqarib yiglardi. Rustam aka qandaydir qadimiy, charm muqovali kitobni varaqlab, nimalardir deb pichirlardi. Uning qo'lida katta, galati shakldagi pichoq yaltirab turardi. Vaqt keldi, dedi u tantanavor ovozda. 21 yil kutdik. Bugun qon yangilanishi kerak. Lekin qizim, sening qoning yetarli emas. Bizga toza, begona erkak qoni ham kerak. Uning ruhi seni qutqaradi. Begona erkak qoni. Bu so'zlar miyamda aks-sado berdi. Ular meni nazarda tutishayotgandi. Men shunchaki mehmon emas, men qurbonlik edim. Bu oila qandaydir sektami yoki manyaklarmi? Jasurni olib kelinglar, buyurdi Rustam aka yigitlarga. U hozir uxlab yotibdi. Uyg'otmasdan to'g'ri podvalga tushiringlar. Marosim o'sha yerda bo'ladi.
Yuragim to'xtab qolayozdi. Qochishim kerak. Hoziroq. Ortimga burilmoqchi bo'ldim, lekin shoshib pol gijirlab ketdi. Kabinetdagi sukunat buzildi. Kim bor u yerda? Deb baqirdi Rustam aka. Yigitlar eshik tomon yugurishdi. Men bor kuchim bilan ikkinchi qavatga emas, birinchi qavatdagi oshxona tomon otildim. Orqa eshik bo'lishi kerak. Oshxonaga kirib derazani ochmoqchi bo'ldim, lekin u temir panjarali edi. Orqadan og'ir qadam tovushlari yaqinlashardi. Jasur. Rustam akaning ovozi endi muloyim emas, iblisdek jaranglardi. Qayerga qochasan, o'g'lim? Taqdiringdan qochib qutulolmaysan. Biz seni tanladik. Men qo'limga ilingani katta oshxona pichogini oldim va burchakka qisildim. Eshikda Rustam akaning yugurdaklari paydo bo'ldi. Qo'lingdagini tashla, bola, dedi bittasi sirgalib yaqinlashib. Og'riqsiz bo'ladi. Va'da beramiz. Yaqinlashma, deb baqirdim. Hozir hammani oldiraman. Shu payt oshxonaning ikkinchi eshigi ochilib, Nargiza opa kirib keldi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, qo'lida esa to'pponcha bor edi. U yigitlarga emas, to'g'ri menga qarata oqtaldi. Kechir, bolam, dedi u yiglab. Qizim yashashi kerak. Buning uchun sen olishing shart. Men tamom bo'ldim deb o'yladim. Oz oyogim bilan ajal domiga kelgandim. To'pponcha og'zi menga qadalgan. Qochishga joy yo'q. Lekin shu lahzada butun uyning chirog'i ochib qoldi. Zifiri qorong'ulik. Momaqaldiroq gumburladi. Nima bo'ldi? Kim chiroqni o'chirdi? Deb baqirdi yigitlardan biri. Qorong'ulikda kimdir mening qo'limdan ushladi. Yumshoq, ingichka qo'llar. Yuring tezroq, degan pichirlash eshitildi qulog'im ostida. Bu Kamola edi. U qanday qilib bo'shaldi? U meni sudrab oshxonaning yashirin yerto'la eshigiga olib kirdi. Biz pastga dumaladik. Eshik ustimizdan yopildi. Tepada baqir-chaqir, oyoq tovushlari. Ular bu yerda. Yerto'laga kirishdi, deb baqirdi Rustam aka. Biz qop-qorong'u tor yo'lakda edik. Kamola mening qo'limni mahkam siqib turardi. Bu yerdan chiqishning faqat bitta yo'li bor, dedi u hansirab. Lekin u yo'l otamning laboratoriyasi orqali o'tadi. U yerda siz ko'rmasligingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Meni nima kutayotganini bilmayman, dedim men qorong'ulikda uning yuzini qidirib. Lekin men shunchaki mehmon edim. Nega men? Kamola javob berishga ulgurmadi. Tepadan eshikni buzishayotgani eshitildi. Ketdik, dedi u. Biz oldinga yurdik. Va men 25 yoshli yigit, o'sha tunda ko'rganlarimni umrimning oxirigacha unutmasligimni tushundim. Chunki oldinda turgan narsa olimdan ham dahshatliroq edi. Zulmat qarida nam va sovuq devorlarni paypaslab oldinga yurardik. Kamolaning qo'li mening kaftimda qaltirardi, lekin uning qadamlari dadil edi. U bu yerlarni 5 qo'ldek bilar, qaysi burilish olimga, qaysi biri najotga eltishini his qilardi. Yo'lak oxirida temir eshik ko'rindi. To'xtang, dedi Kamola shivirlab. U eshik yonidagi kodli qulfga barmoqlarini tekkizdi. Hozir siz ko'radigan narsa bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Otam shunchaki boyvachcha emas. U fanat. U olimni yengmoqchi. Kod terildi. Bip etgan tovush eshitildi va og'ir eshik ochildi. Ichkaridan o'tkir kimyoviy hid, xlor va formalin hidi dimogimga urildi. Biz ichkariga kirdik. Bu joy bu haqiqiy dozaxning laboratoriyasi edi. Xona ulkan, shiftlari baland bo'lib, devorlar bo'ylab shisha kolbalar terib chiqilgandi. Ba'zi kolbalarda turli hayvonlarning a'zolari, ba'zilarida esa insonlarga tegishli narsalar saqlanardi. Ortada jarrohlik stoli turar, uning ustida qandaydir murakkab tibbiy uskunalar yaltirardi. Devorlarda esa suratlar osilgan edi. Men suratlarga yaqinlashdim va dahshatdan qotib qoldim. Suratlarda men kabi yo'lovchilar aks etgandi. Turli yoshdagi, turli qiyofadagi erkaklar. Ularning suratlari ostiga sanalar yozilgandi. Aziz, 23 yosh.
2005 yil. Sarvar 27 yosh. 2012 yil. Va eng oxirida bosh ramka turardi. Uning ostida sana 2024 yil. Ism joyi bosh edi. Bu joy men uchun atalgan edi. Ular qayerda? Deb so'radim tomogim qaqrab. Kamola yoshli ko'zlari bilan xonaning burchagidagi katta po'lat pechga ishora qildi. Kulga aylanishgan. Otamning aytishicha, ularning hayotiy quvvati menga va onamga o'tganmish. U bizni kasal deb o'ylaydi. Aslida eng og'ir kasal uning o'zi. U qarishdan, olishdan qo'rqadi. Shuning uchun qadimiy, la'nati bir kitobga ishonib har 5-7 yilda qurbonlik qiladi. Nega onangiz bunga chidaydi? Deb baqirdim men. Onam u otamdan qo'rqadi. Va meni sevadi. Otam unga agar marosimni o'tkazmasak Kamola oladi, naslimiz quriydi deb uqtirgan. Onamning irodasi singan. Lekin bugun u mening arqonlarimni bo'shatdi. U ilk bor otamga qarshi chiqdi. Shu payt tepamizdagi ventilyatsiya quvurlaridan Rustam akaning ovozi yangradi. Uning ovozi butun laboratoriya bo'ylab aks-sado berardi. Go'yo u hamma joyda bordek edi. Qoyil bolalarim. Sizlar mening muqaddas joyimga kirdingiz. Jasur, ko'rdingmi? Sen tanlangansan. Sen shunchaki mehmon emassan. Sen abadiyatning bir qismisan. Jinnisan. Deb baqirdim shiftga qarab. Sen qotilsan. Rustam aka xoxolab kuldi. Qotil. Yo'q, men tabibman. Dunyo chirigan, men uni tozalayapman. Qochishga urinmang. Chiqish eshiklari bloklangan. Gazni yoqayapman. Uxlab qolasizlar va uyg'onganingizda marosim boshlanadi. Shu zahoti ventilyatsiya teshiklaridan oqish tutun chiqa boshladi. Bu uxlatuvchi gaz edi. Niqob. Kamola shkafga yugurdi va 2 gaz niqob olib, bittasini menga uloqtirdi. Kiying, tezroq. Biz niqoblarni kiyib oldik. Ko'rish qiyinlashdi, nafas olish og'irlashdi. Bitta yo'l bor, dedi Kamola bo'g'iq ovozda. Zaxira chiqish yo'li. Lekin u yerda otamning qo'riqchilari bo'lishi mumkin. O'sha itlar. Biz yugurdik. Laboratoriyaning orqa eshigini Kamola zo'rg'a ochdi. Biz tor zinapoyadan yuqoriga hovlining orqa tomonidagi garajga chiqdik. Garajda Rustam akaning kolleksiyasidagi qimmatbaho mashinalar turardi. Kalit. Mashina kaliti kerak. Dedim men. Kamola devordagi shkafchani ochdi. Bosh. Otam olib qo'ygan. Shu payt garaj eshigi sekin ko'tarila boshladi. Yomg'ir va shamol yuzimizga urildi. Va eshik oldida qo'lida ov miltigi bilan Rustam aka turardi. Uning yonida o'sha 2 yugurdak yigit va zanjirda ushlab turilgan 2 ulkan Rottweiler iti bor edi. Rustam aka miltiqni bizga o'qtaldi. O'yin tugadi. Kamola, chetga ot. Jasur, tiz cho'k. Men atrofga alangladim. Qo'limda hech qanday qurol yo'q edi. Faqat garaj burchagidagi kanistrlar va yerdagi temir lom. Otamga tegmang. Kamola mening oldimga to'siq bo'lib turdi. Agar uni oldirsangiz, men ham o'zimni oldiraman. Rustam akaning yuzi bujmaydi. Ahmoq qiz. Men buni sening baxting uchun qilyapman. Nargiza. Qayerdasan? Qizingni olib ket. Nargiza opa yomg'ir ostida paydo bo'ldi. U hali ham qo'lida o'sha to'pponchani ushlab turardi. U shalabbo bo'lgan, ko'zlaridagi makiyaj oqib ketgan arvohga o'xshardi. Rustam, dedi u zaif ovozda. Bas qil. Yetar endi. Nima deding? Rustam aka xotiniga o'girildi. Menga aql o'rgatma. Qizingni ol dedim. Yo'q, dedi Nargiza opa to'pponchani ko'tarib. Lekin u menga emas, Rustam akaga qaratdi. Men 20 yil chidadim. Gunohlaringga sherik bo'ldim. Lekin qizimni qurbon qilmayman. U bu bolani sevib qolishi mumkin, u baxtli bo'lishi mumkin. Sen esa uni yirtqichga aylantiryapsan. Rustam aka xotiniga ishonqiramay qaradi.
Sen menga oq uzatolmaysan. Sen ojsan. Adashasan, dedi Nargiza opa va tepkini bosdi. Qars etgan ovoz yangradi. Lekin oq Rustamga tegmadi. U chaqqonlik bilan chetga og'zini oldi va oq uning orqasidagi gelandevagan oynasini chil-chil qildi. Rustam aka gazab bilan itlarning zanjirini bo'shatdi. Fas. Tut ularni. Itlar biz tomon oqdek otildi. Men yerdagi temir lomni olib Kamolani orqamga itardim. Birinchi it menga tashlandi. Lom bilan uning boshiga urdim, it chinqirib chetga uchdi. Ikkinchisi esa Kamolaga intildi. Yo'q. Nargiza opa itning yoliga tashlandi. Dahshatli manzara. It ayolning bo'g'ziga yopishdi. Nargiza opaning qichqirigi momaqaldiroq ovoziga qo'shilib ketdi. Oyi! Deb chinqirdi Kamola onasiga yordamga borishga urinib. Lekin shu payt Rustam aka miltiqning qondogi bilan Kamolaning boshiga urdi. Kamola hushsiz yiqildi. Hamma narsani rasvo qildinglar, deb baqirdi Rustam aka menga qarab. U miltiqni menga togirladi. Endi marosimsiz ham olasan. Shunchaki itdek olasan. Men olim ko'ziga tik qaradim. 25 yoshimda togdagi bir qasrda hayotim tugayaptimi? Rustam aka tepkini bosmoqchi bo'lganida men qo'limdagi lomni emas, yonimdagi benzin to'la kanistrni unga uloqtirdim. Miltiq oqi kanistrga tegdi. Portlash. Olov bir zumda garajni qamrab oldi. Rustam aka olov ichida qoldi. Uning kiyimlari yona boshladi. U chinqirib yerni dumaladi. Itlar qo'rquvdan qochib ketishdi. Yugurdak yigitlar ham olovdan qo'rqib tashqariga qochishdi. Bu mening imkoniyatim edi. Hushsiz yotgan Kamolani ko'tarib olov halqasidan sakrab otdim. Nargiza opa u harakatsiz yotardi. Uni qutqarishning iloji yo'q edi. Men Kamolani yelkamga ortib, yomg'ir ostida darvoza tomon yugurdim. Darvoza ochiq edi, yigitlar qochganda ochiq qoldirishgan. O'rmonga kirdik. Orqada esa qasr alanga ichida qolgan, osmonga qora tutun orlardi. Biz qancha yugurganimizni bilmayman. Yomg'ir yuzimni yuvardi, lekin olov tafti hamon tanamda edi. Tong yorisha boshlaganda katta trassaga chiqib oldik. Kamola o'ziga keldi. U o'rmon chetida loyga belangan holda o'tirib, uzoqda yonayotgan uyga qaradi. U yiglamasdi. Uning ko'zlarida bo'shliq bor edi. Trassada yuk mashinasi ko'rindi. Men qo'l ko'tardim. Haydovchi to'xtadi. Aka, yordam bering. Falokat bo'ldi, dedim hansirab. Haydovchi bizning ahvolimizni ko'rib, yirtilgan kiyimlar, qon, kuyik izlari, darhol tez yordam va militsiyaga xabar berdi. Epilog 6 oy o'tgach. Tergov uzoq davom etdi. Rustam akaning uyi butunlay yonib ketgan edi. O't o'chiruvchilar xarobalar orasidan Rustam akaning va Nargiza opaning jasadlarini topishdi. Yerto'ladagi laboratoriya ham vayron bo'lgan, lekin ekspertlar u yerdan inson suyaklarini topishdi. Bu butun respublikani larzaga solgan jinoyat ishi bo'ldi. Rustam aka ruhiy kasal manyak deb e'lon qilindi. Men o'z hayotimga qaytishga harakat qildim. Lekin bu oson bo'lmadi. Kechalari tushimda o'sha itlar, o'sha Olov va Rustam akaning kulgisi meni ta'qib qiladi. Bugun Kamola bilan uchrashdim. U xolasining qaramog'ida yashayapti. Biz shahar markazidagi kafeda o'tirdik. U ancha o'zgargan. Sochlarni kalta qilib kestirgan, ko'zlaridagi o'sha mung yo'qolgan, lekin o'rniga qandaydir sovuqqonlik paydo bo'lgan. Jasur, dedi u qahvasini aralashtirib. Menga o'sha tunda hayotimni saqlab qolganing uchun rahmat. Arzimaydi, dedim men. Biz ikkimiz ham qurbon edik. Kamola menga galati qarash qildi. Bilasanmi, dedi u past ovozda. Otamning seyfida nafaqat qurbonlarning ro'yxati, balki katta miqdorda olmoslar bor edi. Men qochishdan oldin sen hushsizligingda o'sha xaltani olib qolganman. Men qotib qoldim. U qachon ulgurdi? Men uni ko'tarib qochayotganimda uning qo'lida hech narsa yo'q edi-ku. Yoki cho'ntagidami?
Kamola sumkasidan kichkina baxmal xaltacha chiqardi va menga uzatdi. Bu sening ulushing. Yusufxona, o'sha qasrdagi xizmat haqing. Axir sen shunchaki mehmon emasding, sen mening qutqaruvchim eding. Men xaltachani ochdim. Ichida kamida $100,000 olmoslar yaltirab turardi. Buni ololmayman, dedim men. Bu qonli pul. Kamola jilmaydi. Bu tabassum menga bir lahza Rustam akaning tabassumini eslatib yubordi. Qon olovda yuvildi, Jasur. Ol. Va yangi hayot boshla. Unutma, o'sha tun bizni o'zgartirdi. Biz endi oddiy odamlar emasmiz. Biz olimni yengib chiqqanlarmiz. U o'rnidan turdi va ketdi. Men stolda, qo'limda bir hovuch olmos bilan qoldim. Men 25 yoshli oddiy yigit sifatida o'sha uyga mehmon bo'lib borgandim. Lekin u yerdan chiqib ketganimda men kimligimni o'zim ham bilmay qoldim. Mening cho'ntagimda boylik, qalbimda esa abadiy qo'rquv va shubha qoldi. Kamola haqiqatan ham qurbonmidi yoki u ham o'sha la'nati o'yinning bir qismimidi? Buni endi hech qachon bilolmayman. Faqat bitta narsa aniq, o'sha juma oqshomi mening bolaligimni oldirdi va meni butunlay boshqa odamga aylantirdi.